Qancha qo'shay? Videoga tushga qo'ymaysiz, qo'lingizni tushirsak bo'ladimi? Qo'lingiz tushaversinmi? Hadi jalba qilmaysiz. Yo'q. Bo'ldi aka, nech pul? Nech pul qo'shay? 4,5 ga. Oxiri 5200. Oxiri 5200. 4800 qilib bersam bo'ladimi? 4800. Boring. Aka, aniq 5000 dan oshira olmayman. Aniq. Shuning uchun bo'ladigan hangamani qiling. Nech pul oxiri beriladigan joy? 5000 ga qo'yib bering aka. Oxiri beriladigan. 4900 ga qo'yib beraman. Menga $1 plyus kerak emas. Shunday madizlik xolis xizmat 4900 ga olsa bering. Berasizmi? Bormi baraka? Ozroq. Ozroq, qancha ozroq? Ozroq o'rtash. 5000 dan qo'yib bering. Aka, bunday qilamiz. Dollar tushib ketdi, bilaman. Kim olsa ham yutadi aniq, chunki dollar tushib ketdi. 50 so'm qo'shaman, siz 50 so'm o'tasiz. Ma'qulmi? Barakam? Baraka. Bunaqa variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ying. Sizdan nima ketdi jigar? $4950 ga 2015-yil 1.6 lyuks konditsioner bo'ldi. Ichiga o'tmagan ekan, kraskasi, krila kapot, mana shu ishiga ham o'tgan ekan. Konditsionerlar ishlab turibdi, 100 talik temir gazlari bor. Mashinaga 1 hafta garantiya beraman. Agar 1 haftani ichida qaytib qolsa, men pulini qaytarib beraman deb va'da beraman. Kelishdingmi? Kelishdik aka. Bo'ldi. Mashinani tashib ketasizmi yo o'zingiz nomeringiz bilan qo'yib beraman. Sizga ishonaman. Mashina anoqsiz ham, xohlasangiz tashib keting, xohlasangiz olib keting. O'zim nomerim bilan qo'yib bering aka. O'zlarining nomerlari bilan $4950 ga baraka qilishlaring mumkin.